Bo'lgan voqeani sizga bitta aytib beraman. Bu hammamiz ogohlikka chorlaydi. Sababi bitta yaxshi bir oila bilan ikkinchi bir yaxshi oila sovchilikka borgan. O'sha yigit tarafni ota-onasi aytganki, biz ziyoli odammiz. Bundayga bizga uyat bo'ladi. Sizlar borib qizingizni tushirib ketalaring bo'ldi deganda, endi bu shunaqa an'ana bir vodiyda sizlarda endi bilmadim. O'sha kelin kuyov tushadigan uylarni ajratib berishadi. Qaydadir ikki xona, qaydadir bir xona imkoniyatiga kelib chiqadi. Borsa 5 ta xona ajratib qo'ygan bo'lgan. Hayron bo'lgandan keyin nima qilamiz deganda, keyin jihozlaymiz degan. Bu 2017-2016 bo'layotgan voqea. Jihozlagan. O'sha paytda jihozlash to'yiga 56 million pul ketgan. Xotin qiz taraf yoki bu jihatdan ota-ona ajrashib ketish darajasiga borib qo'ygan, sal qo'ygan. Ya'ni ota-ona oxiri pul topolmasdan, ota yaxshi bir ota biznesini to'g'rilolmasdan yoki ishini to'g'rilolmasdan Rossiyaga muhojir sifatida ketishga majbur bo'lgan. Mana bizga fojia qayerda? Fojia qayerda? O'shaning uchun u yoki bu holatlarda o'sha kattalarning gapiga quloq solib yoki o'sha ma'lum bir imkoniyatini kelib chiqib, ko'rpasiga qarab oyoq otib qabrida ish ko'radigan davr keldi.